zaminning qay burchagida zulm, adolatsizlik, xoruzorlik bo'lsa, bariga ayol giriftor. Atrofga bir qarang, yo bashar tarixiga nazar soling, hammasini ko'rasiz. Harisning shahvoniy nafsi, takabbur g'ururi, bu qora tuyg'ulari ayolni azoblaydi. Erkaklarga jangu jadal kerak. U inson bolasi hech qachon boshdan kechirmasligi kerak bo'lgan jamiki azob-uqubatlarni yashadi. Biroq taslim bo'lmadi. Dahshatli kechmishini butun dunyoga so'zlab berdi. Shunchaki faryod bilan emas, qalblarni larzaga soluvchi haqiqat bilan.